Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi Sahabilarga va ulardan boshqa kishilarga o'lim kelganda ularning degan so'zlari va qabrlarni ziyorat qilish to'g'risida. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma o'lim kelganda mening ko'rpamni ho'ylining o'ttirisiga ilib chiqinglar dedi. Shuning bilan ko'rpa ho'ylining o'ttiriga ilib chiqildi. Ondan Hasan: "Ey Alloh, men o'zim sabablik sendan savob umid qilaman. Chunki men buningdan og'ir bir musibatga uchrab baqmadim" dedi. Biz yuqorida 4 xalifaning Alloh ulardan rozi bo'lsin so'zlarini tilga ilib o'tdik. Rivoyat qilindiki, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu o'lim kelganda yenidikilarga "Qaranglarchu tong otdimi?" degan edi. Uningga "Tong otmabdi" dedilar. Biroz vaqtdan keyin uningga "Tong etibdi" deyildi. Ondan Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu "Alloh taolaga sig'inib, atiyalliki jahannamga ilib boradigan kechidan panoh tilayman" dedi. Ondan xushgapsiz o'lim: "Ey ushtum tut ziyorat qilg'uchi, ey dal vaqtida kelgan mahbub, ey Alloh taolo, men sendan qo'rqatdim, bugun sendan umidvorman. Ey Alloh taolo, sen mening o'stan chepishim, daraxt chekishim uchun emas, qattiq issiqlarda uzun vaqt ussuz qilishim, qishning kechalarida qiyomda turishim, har soatda ibodat qilishim va zikr so'rinlarida tizilib, olimlarga qislashib o'ltirishim uchun dunyoda qilib qilishni va dunyoni yaxshi ko'rganligimni bilasan" dedi. Abu Muslim rahimahulloh mundaq degan: "Men Abu Darda radhiyallohu anhuning yeniga keldim. U jon taslim qilayotgan edi. Abu Darda: "Men g'ulab tushayotgan o'rin uchun tayyorlik qilgan odam bormi? Mening bu kunim uchun tayyorlik qilgan odam bormi? Mening bu soatim uchun tayyorlik qilgan odam bormi?" deydi va shu holatida qabz ruh qilindi. Alloh taolo uningga rahmat qilsin. Salman al-Farisi radhiyallohu anhu o'lim kelganda yig'lab ketdi. Uningga "Nimishqa yig'laysan?" deyilgan edi. U: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga bizning ozuqimizning yo'lovchining ozuqiga o'xshash ozuq bo'lishni vasiyat qilgan edi. Halbuki mening atrofimda nurg'un ozuqlar bor, shuni yig'ladim" dedi. Uning qishida faqat bir daz, bir qacha va tahorat oldigan bir ivriq bor edi deyiladi. Muzani rahimahulloh rivoyat qilib mundaq deydi: "Men Shafiy rahimahulloh sakratlik chig'ida yeniga kirib, qandara qopiblar deb so'ragan edim. U: dunyodan safar qilg'uchi, qarindoshlardan ayrilg'uchi, yomon amalimga uchrashg'uchi, o'lim sharobini titig'uchi va Alloh taolaning huzuriga borg'uchi bo'lib tong otqizdim. Jonim jannat tomon mang'amdi bilmayman. Bilsam edim jonimni tabriklaydim yoki jahannam tomon mang'amdi bilmayman. Jahannam seri mangsa jonimni sabr qilishga undaydim" dedi. Ondan mundaq dedi: "Ilaha qalbim qatdi, yo'lim bo'ldi tar. Af ayla umidimni qildim vasita. Gunohim tog' misal qalbim qop-qara. Afingning oldida gunohim zarra. Hamisha afsining ikrom hamsining. Ihson qil ya Rab umumiy sixiyliqingda." Qabr ahvoli va salaf solihlarning qabri bishida aytgan so'zlari to'g'risida. Abu Darda radhiyallohu anhu qabrlar yenida o'ltiradi. Uningdan nimishqa qabri bishida o'ltirganligi so'ralgan edi. Abu Darda: "Menga oxiratimni eslatadigan, men ketgandan keyin g'aybatimni qilmaydigan kishilarning yenida o'ltiryapman" dedi. Maymun ibn Mihron mundaq degan: "Men Umar ibn Abdulaziz bilan qabristonlikqa chiqdim. Umar ibn Abdulaziz qabrlarga qarab yig'lab ketdi. Ondan men qarab: 'Ey Maymun, mana bular Bani Umayya jamoatining ota-bobolarining qabrlaridir. Ular o'zlari bilan rahat farog'at hamshirik dunyo ahli tarafidan unutildi. Ularning halokatiga qaramamdigan, ularga azoblar tushdi, balo musibatlar qattiq bo'ldi. Ularning badallarini hasharatlar yeb aram oldi" dedi. Ondan yig'lab turib, "Bu qabrga kirib bo'lgan va ne'mat berilgan kishilardan hech birining Alloh taolaning azobidan amin bo'lganligini bilmayman" dedi. Qabrlarni ziyorat qilish, o'lganlarga duo qilish va shuningga munosabatlik masalalar to'g'risida. Qabrlarni ziyorat qilish mustahabdir, chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qabrlarni ziyorat qilinglar, chunki qabrlar ziyorat qilish sizlarga oxiratni asildidi."
Kishi qabrini ziyorat qilsa, marhumning yuziga yuzlansin, Qur'ondan ba'zi oyatlarni o'qib, uning o'qigan oyatlarning savobini hadiya qilsin va qabristonlikni juma kuni ziyorat qilsin. Rivoyat qilindiki, Asim Jahdari o'lib ketib bir necha yillardan keyin bir yaqini uni tushida ko'ribdi va uningdan: "Sen o'lib ketgan emasmiding?" deb so'rabdi. U shundoq debdi. "Yaqini qayerdasan?" deb so'rabdi Asim. "Allah bilan qasamki, men jannat bog'chalaridan bir bog'chada turyapman. Men va bir necha nafar hamrohim har payshanba kechasi va juma atigini Abu Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahimahullohning yeniga kelib, sizlarning xabaringlarni so'rashimiz" dedi. U kishi mundaq dedi: "Men uningga, sizlarning badallaringlar uchrashamdi yoki jonlaringlarmi degan edim." U: "Yo'q, badallar chirib ketib bo'ldi, faqat jonlar uchrashidi" dedi. "Men bizning sizlarni ziyorat qilganimizni bilamsizlar" dedim. U: "Ziyorat qilganinglarni payshanba kechasi va juma butun kun va shanba kuni quyosh chiqib bo'lguncha bo'lgan vaqtda bilamiz" dedi. "Men nimishqa boshqa kunlarda emas, mushu kunlarda bilalaysizlar" dedim. U: "Juma kunining sharfi va hurmati yuzidan shundaqdir" deb javob berdi. Osman ibn Savda at-Tuwafi rahimahulloh rivoyat qildi. "Mening onam ibodatgo'y ayollardan edi. Uningga Abida deyiladi. Anamga o'lim kelganda beshini osmonga ko'tarib: 'Ey boyliqlarim, ey saqlab qo'ygan ibodatlarim, ey hayotimda va o'limimda tayindigan zot, meni o'lar vaqtimda xar qilmag'in, qabrimda meni yolg'iz qo'ymag'in' dedi va o'lib ketdi. Men onamning qabrisiga har juma kun kelib onamga duo qilatdim. Onamga va qabr ahliga mag'firat tilaydim. Bir kechasi tushimda onamni ko'rdim va onamga: 'Ana, qandaraqsiz?' dedim. Onam: 'Ey o'g'lim, o'lim haqiqatan qattiq ekan. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsinki, men mediyalindigan barzaq degan o'rindaman. Uningga rayhonlar chechiladi. Uningda qiyomat kunigacha yumshoq qilin yipaklarga yo'linib o'ltirildi" dedi. Men: "Sizning bir hojatingiz bormi?" degan edim. Onam: "Ha, bizni ziyorat qilishni tashlamag'in. Sen uyingdan juma kunida meni yo'qlig'ili kelsang, kelganligingga xushal bo'laman. Menga: 'Ey Abida, sizning bu o'g'lingiz keldi' deyildi. Ondan men suyunaman va atrofimdagi o'liklarimi suyunadi" dedi. Beshir ibn Mansur mundaq degan: "Jinoz namozlaridan qolmaydigan bir kishi bor edi. Kechqurunligi qabristonning eshik oldida turib: 'Alloh taolo yolg'izliqinglarga ulfat ato qilsin, g'ariblikinglarga rahmat qilsin, xatoliqinglarni afv qilsin, yaxshiliklaringlarni qabul qilsin" deydi. Bulardan boshqa so'zlarni qilmaydi. U kishi: "Men ma'lum bir kecha qabristonga kelmay, ilgirgidek duo qilmadim. Shu kechasi tushimda nurg'un kishilarning yanimga kelganligini ko'rdim va ularga: 'Sizlar kimsizlar, nima hojatinglar bor?' dedim. Ular: 'Biz qabriston ahlimiz, sen bizga hadiya avatishga odatlangan eding, lekin bu kecha avatmiding' dedi. Men: 'Nima hadiya?' dedim. Ular: 'Sen qilgan duolar hadiyalardir' dedi. Men ularga: 'Bundan keyin har kecha duo qilman' dedim va duo qilishni tashlab qo'ymadim degan ekan. Bashar ibn G'olib rahimahulloh mundaq degan: "Men Rabiya al-Adaviyani tushimda ko'rdim, uningga ko'p duo qilatdim. Rabiya menga: 'Ey Bashar, sening hadiyalaring bizga nurdan bo'lgan tovoqlarda yipak lo'ngilar bilan yepilgan holatda keladi' dedi. Men: 'Bu qanday mumkin bo'lsin?' dedim. U: 'Tiriklar o'liklarga duo qilib, ularning duosi ijobat qilinsa, u duolar nurdan bo'lgan tovoqlar o'zir qilindi va yipak lo'ngilar bilan yo'gildi. Ondan u duo o'liklardan kimga qilingan bo'lsa, shuningga ilib kelindi va uningga bu bo'lsa palonining sizga qilgan hadiyasi deyiladi" dedi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjima qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim bisilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.